Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va Usta Husniddin kanali obunachilari. Xudo xolasa yana sizlar bilan Kamina Usta Husniddin. Aziz yurtdoshlar, yana bir ishimizni video obzorini sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Aziz yurtdoshlar, xudo xolasa bu ishimizni Andijon viloyati Gulshanda xudo xolasa o'z yakuniga yetkazib berdik. Ko'rayotgan bo'lsanglar, tanlovlari beschoq. Tashqari fasonimizni Cobra fasonda xudo xolasa qilib berganmiz. Juda chiroyli, juda neobishniy fasonda qilib berdik. Aziz yurtdoshlar, ko'rayotgan bo'lsanglar, ko'chamiz 20 metrga, bu yoqi 80 shapkamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozaxonamiz 4 metrga 3 metr. Bu ko'rayotgan bo'lsanglar 4 metrga 3 metr darvozaxonamizni mana bunaqangi fason qilib berganmiz. O'rtalariga aynali 8 ta rombi qilib chekalarini dasturxon, ya'ni Cobra fasonda qilib xudo xolasa juda chiroyli qilib bitkizib berdik. Aziz yurtdoshlar, bu darvozaxonamiz 3 metrga, bu yoqi 680 yerimizga, buni ya'ni narigi darvozaxonamizga o'xshash, ya'ni bir xil fasonda qilib berganmiz. Xudo xolasa ko'rayotgan bo'lsanglar, aziz yurtdoshlar, bu ishimizni 130 ming so'mdan hamma mahsulot ichida qilib berdik. Ya'ni bunga ustasi, tunikasi, balobatlar hamma yo'q. Ya'ni mana shu yerda bitkizib berishimiz. Aziz yurtdoshlar, bu ishimizga общий kvadrat metri 226 kvadrat chiqdi. Tanloyimiz 61 metr. Ko'rayotgan bo'lsanglar, ichkari shapkalarimiz 120 ga, xudo xolasa 41 metr shapka. Xudo xolasa juda chiroyli taylarni mana bunaqangi gipsokardon qilib, xudo xolasa uyda egasiga topshirib berdik. Aziz yurtdoshlar, xizmatimiz vodiy bo'ylab, bemalol vodiyli akalarim, opalarim telefonga chiqaverasizlar. Sizlarni ham uylarda xuddi shunaqangi telefon qilib berish, xudo xolasa nasib qilsa, ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, like da ayamay bosamiz. Ya'ni yurtdoshlarimizga ulashishga, sizlardan paddeshga.